Ortimda siz ko'rayotgan avtomashinalar va mototsikllar 64-Gullar bayramiga start berish uchun tayyor turishibdi. Diqqat qiling, har yili Namanganda bo'lib o'tadigan Gullar festivalida 40 milliondan ortiq gul ko'chatlari ekiladi. Bularning 15 milliondan ortig'i ko'chalarga, 30 million esa Bobur bog'iga ekilar ekan. Eng qizig'i shundaki, 200 dan ortiq siz ko'rayotgan avtomashinalar butun shahar bo'ylab gullar bilan bezatilgan holda sayr qilishadi. Bu Namangandagi Gullar festivalining an'anaviy marosimlaridan biri hisoblanadi. Gullar mekanı deymu, canımni canı deymu. Gullar mekanı deymu, canımni canı deymu. Farzandlaringni asla yo'qdir armoni deymu. Farzandlaringni asla yo'qdir armoni deymu. Bag'ri bahor Namangan, olmaylar Namangan. Bag'ri bahor Namangan, olmaylar Namangan. Og'ushlaringga doim bo'ldim xumor Namangan. Og'ushlaringga doim bo'ldim xumor Namangan. Men oshiq qizoringman, har damda hamkoringman. Men oshiq qizoringman, har damda hamkoringman. Madhingni ayta ayta, madhingni ayta ayta, sayrab turgan toringman, sayrab turgan toringman. Bag'ri bahor Namangan, olmaylar Namangan. Bag'ri bahor Namangan, olmaylar Namangan. Og'ushlaringga doim bo'ldim xumor Namangan. Og'ushlaringga doim bo'ldim xumor Namangan.
ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Diqqat qiling, faqatgina Namanganda takrorlanmas gullar bayramiga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bu yil gullar bayramiga xayrligidan ko'ra rekord darajada gullar va mehmonlar tashrif buyurdi. Shu haqda ozgina fikringizni olsak. Haqiqatda juda ham ko'p odam tashrif buyurdi. Endi hozir hisob-kitob chiqarsa kerak, lekin mashina paradlarda ham mashina ko'p bo'ldi. O'tganligiga nisbatan 1,5 barobar qariyb odam ham shunga yarasha ko'p bo'ldi. Tayyorgarligimiz ham o'tganligidan ko'proq yangiliklarimiz bor. Shuni tashkil qilamiz. Albatta, o'tgan yilga qaraganda 2 karra ko'proq, ya'ni 100 milliondan ortiq gullar ekilgani bu haqiqatan ham ajablanarli va butun dunyodan tashrif buyurishdi. Rahmat kattakon, mana shunday tashkiliy masalalar uchun. Rahmat.